Mavzuga doir test topshiriqlari. Birinchi savol. Rasmda berilgan ko'paytirish amaliga ko'ra yashiringan raqamlarni toping va bu raqamlar ko'paytmasining ikkilanganini hisoblang. Demak, bizga berilgan ko'paytirish amalini o'zimiz uchun yozib oldik. Demak, 6 × 5 30, 0 ni yozamiz 3 yodda. Xo'p, keyin qandaydir bir noma'lum raqamni 5 ga ko'paytirsak 8 ni olibmiz. Xo'p, keling avvalo 2 × 5 ni hisoblaylik. 2 × 5 10 bo'ladi. Bu yerda ammo bizga qanday natija berilgan? 12, to'g'rimi? Demak, bu yerdagi noma'lum raqam 5. Ya'ni 5 × 5 25 va esimizda qo'ygan 3 bilan 28. 8 ni yozsak, endi esimizdagi 3 ni ishlatdik va 2. Xo'p, 2 × 5 10, yoddagi bilan 12. Demak, birinchi noma'lum raqam 5 ekan. Xo'p, endi keyingisini topish biz uchun qiyinchilik tug'dirmaydi. Xo'p, 6 × 2 12, ikkisini yozdik. Endi 1 yodda. Demak, 5 × 2 10, yoddagi 1 bilan 11. Demak, ikkinchi noma'lum raqamning qiymati 1 ga teng. Xo'p, 2 × 2 4, yoddagi 1 bilan 5 bo'ladi. Demak, noma'lum raqamlarni ketma-ket topdik. Ulardan birisi 5, ikkinchisi 1 va navbat uchinchisiga keldi. Xo'p, 8 ga 2 ni qo'shsak, ya'ni 0. Ya'ni 10, 0 ni yozamiz 1 yodda. Demak, uchinchi noma'lum raqam bu 0. Xo'p, bu noma'lum raqamlar ko'paytmasining ikkilangani. Bizga ma'lum, sonlarni ko'paytirsak, ya'ni biror bir qiymatni 0 ga ko'paytirsak, baribir qiymat 0 ga teng bo'ladi. Uni ikkilanganini hisoblab o'tirish ham kerak emas. Demak, yashiringan raqamlar ko'paytmasi 0 ga teng. Ikkinchi savol. HDP o'quv markazi Hazaras filialida 18 kishilik 7 ta xona, 12 kishilik 5 ta xona va 15 kishilik 4 ta xona bor. Bu o'quv markazi bir vaqtda hammasi bo'lib nechta o'quvchini o'qita oladi? Keling avvalo bu yerdagi ma'lumotlardan foydalanaylik. Ya'ni 18 kishilik 7 ta xonamiz, xo'p, 12 kishilik 5 ta xona va 15 kishilik 4 ta xona mavjud. Bu o'quvchilar jami har bir xonalardagi o'quvchilar sig'imini aniqlaymiz. 12 ni 5 ga ko'paytirsak 60, 15 ni 4 ga ko'paytirsak 60. Xo'p, 18 ni 7 ga ko'paytirsak 7 × 8 56, 126. Demak, jami HDP o'quv markazi bir vaqtning o'zida 246 nafar o'quvchiga ta'lim bera oladi. Demak, bu javob. Xo'p, keyingi savol. Ko'paytma 4 ta ko'paytuvchidan iborat. Agar birinchi ko'paytuvchi 25, birinchi ko'paytuvchimiz 25 ga, ikkinchi ko'paytuvchi 4 ga va uchinchi ko'paytuvchi 12 ga teng, to'rtinchi ko'paytuvchi esa 19 bo'lsa, ko'paytmani toping. Buni hisoblashning oson usullaridan foydalanamiz. Dastlab 25 ni 4 ga ko'paytirsak 100. To'g'rimi? Xo'p, endi 100 ni 12 ga ko'paytiraylik. 100 ni 12 ga ko'paytirsak 1200 va 1200 ni ustun shaklida 19 ga ko'paytmasini hisoblaylik. Xo'p, 9 × 2 18, 108 plus 12. Demak, bu 4 ta ko'paytuvchidan iborat ko'paytmamiz 22800 soni. Demak, C javob. 5-savol. Ko'paytma 2 ta ko'paytuvchidan iborat. Agar birinchi ko'paytuvchi 3 marta, ikkinchi ko'paytuvchi esa 6 marta kamaygan bo'lsa, ko'paytma qanday o'zgarganligini toping. Keling o'zimizdan biror son qiymatini olib tekshirib ko'raylik. Masalan, 3 ko'paygan 6, ya'ni 18. Bizga aytyapti, birinchi ko'paytuvchi 3 marta kamaysin. Bizda birinchi ko'paytuvchi 3, uni 3 marta kamaytirsak 1. Xo'p, ikkinchi ko'paytuvchi esa 6 marta kamaygan bo'lsa, ikkinchi ko'paytuvchi 6, uni 6 marta kamaytirsak va ko'paytmani hisoblasak 1 ga teng bo'ladi. Ko'paytma dastlab 18, so'ngra 1 bo'lgan bo'lsa, demak bizga ma'lum ko'paytmamiz o'z-o'zidan 18 marta kamaygan. Navbatdagi 6-savol. Bir nechta sonlar ko'paytmasi berilgan. Agar ko'paytmadagi ikkita son 4 marta orttirilib ko'paytma qayta hisoblansa, 3200 soni hosil bo'ldi. Oldingi ko'paytmani toping.
Demak, bizga bir nechta sonlar ko'paytmasi berilgan ekan. Ikkita sonni 4 marta orttiribman. Va ko'paytmani qayta hisoblasam 3200. Birinchi sonni ham 4 marta, ikkinchi sonni ham 4 marta va qolgan sonlarni hech qanday o'zgarishsiz qoldirsam va ko'paytmani hisoblasam 3200 bo'lar ekan. Demak, dastlabki ko'paytmani topishimiz uchun sonlarni qancha orttirganimizni, ya'ni 4 ni 4 ga ko'paytirsak 16. Demak, dastlabki ko'paytmaga nisbatan 16 marta ortgan. Buni dastlabki oldingi ko'paytmani topish uchun keyingi ko'paytmani, ya'ni 3200 ni 16 ga nisbatini topishimiz kerak. Demak, dastlab ko'paytmamizning qiymati 200 ga teng bo'lgan. 7-savol. Doskada bir nechta sonlar ko'paytmasi tasvirlangan. Agar ko'paytmadagi 4 ta son 3 marta kamaytirilib ko'paytma qayta hisoblansa, 5 soni hosil bo'ldi. Oldingi ko'paytmani toping. Bizga bir nechta sonlar ko'paytmasi berilgan ekan. To'g'rimi? 4 ta sonni 3 martadan kamaytiribman va ko'paytmani hisoblasam 5 ga teng bo'libdi. 3 marta kamaytirsam, 4 ta sonni 3 marta kamaytirsam, har bir 3 martadan kamayganda uning dastlabki qiymati 81 martaga kamayadi. To'g'rimi? Demak, 81 marta, ya'ni dastlabki ko'paytmani 81 marta kamaytirsam 5 soni hosil bo'lsa, oldingi ko'paytmani topishimiz uchun 81 ning 5 ga ko'paytirsak kifoya. Xo'p, 5 405. Demak, oldingi ko'paytmamizning qiymati 405 ga teng. 8-savol. Teatr zali jami 125 o'rindan iborat bo'lgan 2 ta. 125 o'rindan iborat bo'lgan 2 ta. Xo'p, 75 o'rindan iborat 6 ta zali bor bo'lgan. 75 o'rindan iborat bo'lgan 6 ta zali bor. 3 ta qavatdan iborat. Demak, har bir qavatda 250 plus 450 ta o'rin mavjud, to'g'rimi? Ya'ni jami 700 ta o'rnimiz mavjud va 700 ta o'rni bor bo'lgan 3 ta qavatdan. Demak, bundan ma'lum 2100 ta o'rin mavjud. Har bir o'rin uchun chipta narxi $5 bo'lsa, eng ko'pi bilan necha dollar daromad qilsa bo'ladi? Demak, 2100 ta o'rinning har biri $5 dan. Demak, biz umumiy hisobda $10.500 daromad qilishimiz mumkin. 9-savol. Erkin kayfiyati yaxshi bo'lgan kunlari $4, kayfiyati yomon bo'lgan kunlarda esa $2 pul sarflaydi. Qaysidir bir hafta davomida 5 kun kayfiyati yaxshi bo'lgan. Demak, bizga ma'lum bir hafta davomida 7 kun bor. Demak, 5 kun kayfiyati yaxshi bo'lgan bo'lsa, demak, haftaning 2 kunida uning kayfiyati yomon bo'lgan. Demak, kayfiyati yaxshi kunlari $4 dan, demak $20 plus 2 kun kayfiyati yomon bo'lgan va $2 dan $4. Jami umumiy hisobda u shu hafta davomida $24 pul sarflagan. 10-savol. Dehqon 25 gektar yerga kartoshka, undan 7 marta ko'p bo'lgan maydonga esa sabzi ekdi. 7 marta ko'p bo'lgan maydonga deydi. Demak, 25 ning 7 ga ko'paytmasini aniqlaymiz. 7 kere 5 35. Xo'p, 7 kere 2 14 va esimizda qo'ygan 3 bilan 175. Demak, 175 gektar maydonga sabzi. U umumiy hisobda qancha yerga sabzavot ekdi? Demak, 175 gektarga sabzi plus 25 gektarga kartoshka. Demak, dehqon hammasi bo'lib 200 gektar yerga sabzavot ekkan. 11-savol. Agar bo'luvchi 85, bo'linuvchi esa 595 ga teng bo'lsa, bo'linmani toping. Bizga ma'lum A bo'luv B teng C. Bu yerda A bo'linuvchi, B bo'luvchi va C hosil bo'ladigan bo'linma. Demak, biz hozir 595 ning 85 ga nisbatini aniqlashimiz kerak. Demak, 595 ni 85 ga nisbatini aniqlaydigan bo'lsak, keling biror sondan berib ko'ramiz. Masalan, 7 dan. 7 kere 5 35, 3 yodda 8 kere 7. Xo'p, 56 va esimizdagi 3 bilan 59. Demak, bizdagi bo'linmaning qiymati 7 ga teng. Navbatdagi 12-savol. Dastlab bo'linma 25 ga teng edi.
Agar bo'linuvchi 5 marta ortsa, bo'linma qanday o'zgaradi? Dastlab 25 ga teng bo'lsa, bo'linuvchini orttirsak, bizga ma'lum bo'linma ham shunchaga ortadi. Demak, qanday o'zgaradi bo'lsa, 25 ni 5 ga ko'paytiramiz. Ya'ni, dastlabki bo'linmamiz 25 ga teng edi. Bo'linmani 5 marta orttirganimizdan, bo'linuvchini 5 marta orttirgandan so'ng, dastlabki bo'linma ham 5 marta ortadi. Demak, hosil bo'lgan yangi natijamiz 125 ga teng. 13-savol. Agar bo'luvchi 85, bo'linma 17 ga teng bo'lsa, bo'linuvchini toping. Xo'p, bizga bo'luvchi 85 ga teng. A bo'lib B tengsi. Bu yerda A bo'linuvchi edi, bo'luvchi esa 85 ga teng deyapti, to'g'rimi? Hosil bo'ladigan bo'linmaning qiymati 17 ga teng. Bo'linuvchini topish uchun bizga ma'lum 85 ni 17 ga ko'paytirishimiz kerak. Demak, keling birgalikda hisoblaymiz. 7 kara 5 35, 8 kara 7 56 plus 3 59 plus 85. Demak, bizdagi bo'linuvchi 1445 ga teng ekan. 14-savol. Agar bo'linuvchi 36 marta, bo'luvchi 4 marta ortsa, bo'linma qanday o'zgaradi? Bo'linuvchi ham ortib, bo'luvchi ham ortsa, bo'linuvchining qiymatini bo'luvchiga nisbatan aniqlash kifoya. Ya'ni bo'linma shuncha marta ortadi yoki shuncha marta kamayadi. Demak, 36 ni 4 ga bo'lsak 9. Demak, bo'linmamiz 9 marta ortadi. 15-savol. Agar bo'linuvchi 48 marta ortib, bo'luvchi 2 marta kamaysa, bo'linma qanday o'zgaradi? Bu yerda bo'linuvchi 48 marta ortgan, bo'luvchi esa 2 marta kamaygan, to'g'rimi? Demak, keling 4 ning 2 ga nisbati, demak 2 ga teng. Bo'linuvchi bizda 4, to'g'rimi? 4 ni 48 marta orttirsam 192, to'g'rimi? 192. Endi bo'luvchini 2 marta kamaytirsam, 2 ni 2 marta kamaytirsam 1. Demak, 192 ni 1 ga bo'lsam, yana 192 hosil bo'ladi. Dastlab bo'linmam 2 ga, so'ngra biror o'zgarish qilganimdan so'ng 192 ga teng bo'ldi. Demak, bo'linma qanday o'zgargan? Ortgan, to'g'rimi? Qanchaga ortgan? Buni aniqlash uchun 192 ning 2 ga nisbatini bilish kifoya. Demak, 96 marta ortadi. 16-savol. Bo'linma 105 ga teng. Agar bo'linuvchi 10 marta, bo'luvchi esa 5 marta ortsa, hosil bo'lgan yangi bo'linma nechaga teng bo'ladi? Bo'linuvchi ham ortib, bo'luvchi ham ortsa, ularning nisbati challam ortadi, to'g'rimi? Demak, 2 marta ortgan. Qaysi son? 105 2 marta ortgan. Demak, yangi bo'linma 210 ga teng bo'ladi. 17-savol. Bo'linma 14 ga teng. Agar bo'linuvchi 7 marta orttirilib, bo'luvchi 2 marta kamaytirilsa, bo'linma qanday o'zgaradi? Xo'p. Bo'linuvchi ham orttirilyapti, bo'luvchi esa kamaytirilyapti. Demak, 7 ko'paygan 2 marta ortadi. 14 marotaba ortadi. 14 ni 14 marotaba orttirsam 196. Xo'p, keling, buni tekshirib ko'ramiz. Masalan, bo'linma 14 ga teng bo'ladigan o'zimizdan biror son olaylik. Masalan, 28 ning 2 ga nisbati 14 ga teng. Bo'linuvchi bizda 28. 28 ning 7 marotaba orttirsam 196 ga teng bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, endi 2 ni 2 marta kamaytirsam 1. Demak, yangi bo'linma 196 ga teng. 18-savol. 6 kilogramm nokning narxi 72 ming so'm bo'lsa, 4 kilogramm nokning narxini toping. Keling birgalikda 1 kilogramm nokning narxini aniqlaymiz. Ya'ni 72 mingni 6 ga bo'lamiz. Bizga ma'lum. Demak, 1 kilogramm nokning narxi 12 ming so'mga teng ekan. 4 kilogramm shunday nokning narxini aniqlash uchun 12 mingni 4 ga ko'paytirsak bo'lgani. Demak, 4 kilogramm nokning narxi 48 ming so'mga teng.
19-savol. Bir to'pda 24 metr, ikkinchisida undan 8 metr ko'p. Demak, ikkinchisida 24 plus 8 bizga ko'p deyapti. Demak, 32 metr gazlama bor. Agar 4 metr gazlamadan bitta ayollar ko'ylagi tikish mumkin bo'lsa, bu gazlamaning hammasi nechta ayollar ko'ylagini tikishga yetadi? Birinchi to'pdagi 24 metrimiz 6 ta ayollar ko'ylagini tikishga yetadi. 32 metr esa 32 ning 4 ga bo'lgandagi qiymati chalin. Ya'ni 8 ta ayollar ko'ylagini tikishga yetadi. Umumiy hisobda hammasi bo'lib 14 ta ayollar ko'ylagini tikishimiz mumkin. 20-savol. Birinchi dastgoh har soatda 69 ta. Ikkinchi dastgoh 84 ta o'yinchoq tayyorlaydi. Agar bir ish kuni davomida birinchi dastgoh 552 ta. Demak, keling birgalikda birinchi dastgoh necha soat ishlashini aniqlaymiz. Buning uchun 552 ni 69 ga bo'lamiz. Demak, bir ish kuni davomida birinchi dastgoh 8 soat ishlasa, ikkinchi dastgoh ham 8 soat ishlaydi. Demak, 84 ta, bir soatda 84 tani tayyorlasa, 8 soatda qanchani tayyorlaydi? 8 kara 4 32 672 tani. Demak, ikkinchi dastgoh 672 tani, birinchi dastgoh esa 552 tani. Ular umumiy hisobda 1224 ta o'yinchoq tayyorlashadi. 21-savol. Agar misolda faqat plus va minus amallari bo'lsa, jumlani davom qildiring. Avval ayirish, keyin qo'shish amali bajariladi. Yo'q. Avval ayirish va qo'shish amali emas, aksincha amallar ketma-ket ravishda bajariladi. Bizga faqat ikkita amal orqali berilgan ifoda haqida gap ketyapti. 22-savol. Agar misolda plus, minus, ko'paytirish va bo'lish amallari bo'lsa, dastlab ko'paytirish va bo'lish amali, keyin qo'shish va ayirish amallari bajariladi. 23-savol. Agar misolda qavs qatnashsa, dastlab qavs ichi bajariladi, keyin boshqa amallar tartib bilan bajariladi. 24-savol. Hisoblang. Biz boya aytgandik, plus hamda minus amallari kelsa, amallarni ketma-ket bajaramiz. Demak, dastlab 25 ning 125 bilan yig'indisini hisoblaymiz. Buni keling birgalikda ustun shaklida amalga oshiramiz. Demak, 150. Endi 150 dan 40 ni ayiramiz. Xo'p, 110 va 110 bilan 820 ning yig'indisini hisoblaymiz. Demak, 930. 25-misol. Hisoblang. 7.458.800. Xo'p. Keling amallarni ketma-ket bajaramiz. Bizga ma'lum dastlab ko'paytirish, bo'lish yoki qavs amallari bajariladi. Bu yerda dastlab bo'lishni, so'ng ikkinchi ham bo'lishni, so'ngra ko'paytirish amalini, keyin esa qo'shish, ayirish amallarini ketma-ket hisoblaymiz. Keling birgalikda 4050 ni 90 ga bo'lganda hosil bo'ladigan bo'linmani hisoblaylik. Demak, 4 dan bersak 450 ning ichida 95 marotaba bor. Demak, dastlab bo'lish amalimizning qiymati 45 ga teng. Xo'p, keling endi 594 ni 3 ga bo'lamiz. Bir 198. Endi 400.009 ni 5 ga ko'paytiraylik. Demak, 2 million 45. Xo'p, endi amallarni ketma-ket bajarsak bo'ladi. Dastlab 7.458.800 dan 45 ni ayiramiz.
Demak, 7.457.963. Xo'p, endi bu hosil bo'lgan ayirmaga 198 ni qo'shamiz. Demak, endi yig'indi 7.458.161 ga teng. Xo'p, bu hosil bo'lgan yig'indidan ko'paytirganda hosil bo'lgan ko'paytmaning natijasini ayiramiz. 2.045. Demak, ayirmamizning qiymati javob. 26-savol. Qulay usul bilan hisoblang. Bizga ma'lum, qulay usul bilan hisoblash bu yig'indining oxirgi raqamini yig'indi yoki ko'paytmaning oxirgi raqamini nollarga keltirish. 182 bilan 118 ning yig'indisini, 323 bilan 77 ning yig'indisini hamda 555 bilan 45 ning yig'indisini alohida hisoblab olaylik. Demak, birinchi yig'indimiz 182 bilan 118 ning yig'indisi 300 ga teng. Xo'p, keyin 323 bilan 77 ning yig'indisi 400 bo'ladi. Xo'p, 555 ga 45 ni qo'shsak 600. Demak, 300, 400, 600 ning yig'indisi 1300 ga teng. 27-savol. Hisoblang. Dastavval kaos ichi, so'ngra boshqa amallar ketma-ket bajariladi. Demak, 231 dan 132 ni ayiramiz. 99. Endi hosil bo'lgan ayirmani 9 ga bo'lganda hosil bo'ladigan bo'linmani topamiz. Demak, 11. 132 ga 11 ni qo'shishimiz kerak. 143. 28-savol. Hisoblang. Hisoblash uchun avval ko'paytmalarni xo'p, keling, buni o'zimiz uchun qulay usulda hisoblab olamiz. Bu yerda ko'rinib turibdiki, 86 va 115 ning ko'paytmasi 86 va 115 ning 28-savol. Hisoblang. 86 va 115 ning ko'paytmasi 86 va 115 ning ko'paytmasi. Bir xil sonlar, bir xil qiymatdagi sonlar ayirmasi bizga ma'lum 0 ga teng. Buni hisoblab o'tirishning keragi ham yo'q. 29-savol. Hisoblang. Dastavval 70 ning 5 ga nisbatini hamda 32 va 2 ning ko'paytmasini hisoblaymiz, so'ngra yig'indini hisoblaymiz. Xo'p, 70 ni 5 ga bo'lsak 14 plus 32 ni 2 ga ko'paytirsak 64 va yig'indini qayta hisoblasak 78 ga teng. 30-savol. Hisoblang. 32 va 17. Keling, buni qulay usulda hisoblaymiz. Ya'ni bir xil ko'paytuvchilarni kaosdan tashqariga chiqarish qoidasidan foydalanamiz. Demak, bu yerda bir xil ko'paytuvchi 17. 17 ni kaosdan tashqariga chiqarsak, bizda 32 va 12 ning ayirmasi qoladi. Demak, bu ko'paytmani hisoblaydigan bo'lsak, 17 ning 20 ga ko'paytmasi. Demak, 340 ga teng. Xo'p, ikkinchisini ham shu tartibda bajaramiz. 13 ni kaosdan tashqariga chiqaramiz. 13 ni kaosdan tashqariga chiqarsak 7 plus 13 ning yig'indisi qoladi. 13 ko'paygan 20. Bu ko'paytma 260 ga teng. Endi hosil bo'lgan yig'indilarni birgalikda hisoblaydigan bo'lsak, oladigan natijamiz 600 ga teng bo'ladi. Bu javob. E'tiboringiz uchun rahmat.